voy kichkina o'g'lim uylantiryapman zo'r qiz topdim ertaga birgalikda sovchilikka boramiz Majirani qizichi. voy Zamira o'ylab gapiryapsanmi buni boqayotganim yetadi qizini ham boqamanmi bu ko'chib kelib qizimni senga berdim deb Zamira san tillalaring ko'p-ku yarmini Ziyodaga bergan Bitta kostyum ham opa. kostyum ham ber bunda o'rtoqlaringda ayama Zamira Men qarab, ertaga sovchilikka giligingni haydab kel, eringnikini. Xo'jayindan so'rashim kerak. O'zim mashinada bora qolaylik. voy Zamira senga jalkami voy men sen uchun nimalar qilmadim To'y. mana to'yga olib bordim seni bitta gelik sandaliyasi voy O'g'ling bekorchi nima deb aytamiz? o'ylab gapiryapsanmi Zamira yaqinda chet eldan kelgan Tirak haydaganni uyalmay aytavering. U ham mehnat, u halol mehnat. o'ylab gapiryapsanmi Nazira nimaga uyalaman trak haydaydiganlar puli ko'pligini hamma biladi boylik ko'chariga yetsan Meni qizim uchmaydi boylikda, undan pul kerak. xullas ertaga uchli ko'rishamiz Opa, bo'ldi xafa bo'lavermang. Endi ish o'xshamagan bo'lsa o'xshamabdi-da. yo man senga aytdim qiz ismini arigizasan Nilufar deb 10 marta aytasan o'zingni qizingni ismini Tilim ketib qoldi. Zamira aralashma o'sha yerda aralashish kerak edi Bo'pti, men ketdim. aka sen ketib xarakteringni ko'rsatma bizga Xo'p, narsalarimni beringlar. berma O'zi borki kichkina ekan. Ma. Ey, xudoyim ey. Tinam mana Trosim qani? voy Trosim. Yo'qotib qo'yibman-ku. 20 grammli edi. voy endi 20 grammga urush janjal qilmayman jalkani senga Bilaman, topib ketdi. bo'ldi yaxshi bor bo'ldi ertaga ko'rishamiz sen bilan dardlaring taxlab kelgan berib yubor 20 gramm ko'p